Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib duxovkasiz shirinlik tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 200 gram unimizga 3 to'rt osh qoshiq kakaoni solib, yaxshilab aralashtiramiz. 1 choy qoshiqda razlixitil ham solamiz. Va massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Vanilin ham soldim. 140 gram shakar soldim. Massani yaxshilab aralashtirib olamiz va ketidan 3 dona tuxum soldim. 250 ml da sutimizni sovolamiz va yaxshilab aralashtirib 100 yoki 900 ml da o'simlik yog' solamiz hidsiz va massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz va menda 5 ta piyolaga bo'lib oldim. 5-inchisi yarimroq bo'ldi. Uni ko'rchik sifatida maydalab ishlatamiz. Qilib ozgina nomiga yog'lab olamiz. Tovamiz qizib turgan tovamizni va piyoladagilarimizni solib pishirib olamiz bitta-bittadan. Solganimizdan so'ng qopqog'ini qopqoqlaymiz. Qopqog'i bug'lanib, ho'l bo'lib ketaveradi. Quruq salfetkada artib olaveramiz. Bo'lmasam xamirga tushishi mumkin suvi. Shuning uchun tez-tez artib olaveramiz. Xamirimiz 7 minutda pishib tayyor bo'ladi. O'zi pishgandan so'ng bilinadi. Teshi-teshichalar bo'lib, zubachiskada ko'rganingizda quruq chiqadi. Endi ovalamiz. Qolgan xamirlarimizni ham xuddi shunday qilib ozgina yog'lab, qolganlarini ham xuddi shunday qilib sovolib pishirib olamiz. Duxovkada xamirim o'xshamaydi, hech qila olmayman degan opa-singillarimiz uchun bu juda ham oson usul. Tez tayyor bo'ladi. Mana 4 ta ko'rchigimni pishirib oldim. 5-inchisi pishyapti. Endi bularni bir chetkaga olib qo'yib, kremini tayyorlab olamiz. Menda 45% qaymoq bor edi. Xolodilnikda muzlab qoldim. Muzdan chiqarib qo'ysam ham yaxshi eritmadim. Shuning uchun yaxshi eritmaganim uchun yaxshi mikser bo'lmadi. Ustiga skushyonka qo'ydim. Shokoladli skushyonkadan foydalandim. Va mikser qildim. Qanaqadir irik-irik bo'lib qoldi. Lekin juda ham zo'r chiqdi. Mazasi juda ham mazali chiqdi. Qaymoq yaxshi bo'lmasa ham juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ldi. Yaxshilab mikser qilib oldim kremini. Ichki kremiga har xil kremdan foydalansa bo'ladi. Masalan, medovoyni kremidan ham foydalansa bo'ladi. Oddiy sutdan qilinadigan. Endi ko'jlarimizni yig'ib olamiz. Birin-ketin yig'ib olganimizdan so'ng ustki ko'rjimni yaxshilab ezib olgandik. Endi ustki ko'rjigini ustiga upo sifatida foydalanamiz. Ozgina vaqtgacha xolodilnikka olib qo'yamiz. Yaxshilab qotgunga qadar. Men o'zim ham birinchi marta tayyorlashim bunaqa narsani, lekin o'xshamasa-da, lekin mazasiga gap yo'q. Juda ham yumshoqqina bo'lib chiqar ekan. Azizlar, agar retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lib, bir dona like tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. Sizlar bilan